To'xta diyor. Nima qilyapsan? Nima bu korobka bo'lyapsan? Boshqa atila oshdi shuni ichiga nima bo'lganini tushuntirib berasiz obunachilarimizga. Suv biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga va obunachilarimizga yangi 20 talik baklashkani ichki va tashqi tomondan 8 ta shotka orqali yuvadigan apparatimiz yetib keldi. Bu uskunamiz ikkita bosqichda ishlaydi. Birinchi bosqichi ko'p suvchilarimiz 20 talik baklashkani og'izdan ajratish qiyin bo'lgani uchun baklashkani og'iz qismi shu yerga tiqilgandan keyin og'izdan ajratib beradi, ya'ni baklashkani qopqoqdan ajratib beradi. Ikkinchi bosqichimiz bo'lsa yuvish qismi bo'ladi. Bu ya'ni 8 ta shotka orqali yuviladi. Ichki tomondan eng tagidan 3 ta shotkasi bor, o'rtada bitta shotkasi bor, ichidan tozalab beradi. Atrofini tozalash uchun 3 ta kattaroq shotkasi bor va orqa qismini tozalash uchun bitta yaxshiroq shotka bor. Ya'ni bu 8 ta bosqichda baklashgan ichki va tashqi tomondan suv haydab tozalab beradi. Uskunamiz to'liq nержавейка qismidan yig'ilgan, dizayn jihatdan juda ham chiroyli, xo'sh, zanglamaydigan mustahkam po'latdan yasalgan. Uskunamizning ichki qismida motor qismi bu, ya'ni bu shotkalarni ishlatib berish vazifasini bajaradi. Xo'sh, nasos qismi bo'lsa suvimizni haydab berish uchun qo'yilgan. Aka, bu necha voltda ishlaydi va soatiga nechta baklashkani yuvish imkoniyatiga ega? Xo'sh, uskunamiz to'liq 220 voltga ishlaydi. Xo'sh, 1 soatda to'xtovsiz ishlatganingizda 150 donadan 300 donagacha baklashka yuvish imkoniyatiga ega. Endi 20 talik baklashkalarimizni ichki va tashqi tomondan tozalash bo'yicha sanitar va gigiyena talablariga asosan to'liq tozalash darajasiga olib chiqing.